Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'yitlar jamiyati. Avtori Umarjon Sidiq. Mahmud Mo'yiti. Davomi. Fidoyilar Aqchiga yaqinlashganda qorong'u tushib ketdi. Sovet ittifoqidan avatilgan qurol-yarog'larning oxirgi qismi yondosh tog' tarafda ilib ketilayotdi. Fidoyilar orqasidan dushmanning qo'g'lishib kelayotganligini bilib tursimu, u qurollarni fidoyi askarlarga tarqitib etmay, qurol ortilgan tugilarni haydab ketayotganlarga "Tizaydinglar!" deb qo'yib, bexastalik bilan ketaverdi. Bir ozdan keyin fidoyilarning orqa tarafidan o'q chiqishga boshladi va o'q ovozi barg'ansiri yaqinlashdi. Mahmud Shijong darhol bir qism odamlarni ajratib, Majoying askarlari tugilardagi qurollarga hujum qildi. Qurollarni qutqizinglar, deb buyruq berdi. Fidoyilar shu on o'q chiqqan tarafga qarab ot soldi. Fidoyilarga daryodagi suv va muzlardan o'tish to'limu tas keldi. Ular ming bir jafoda o'q chiqqan tarafga yaqinlashdi va atrof qorong'u bo'lg'achqa qarasig'ila o'q etishga majbur bo'ldi. Nimalar bo'lmasin, oxiri qarshi tarafning o'q ovozi yiroqlashib, dushmanlar chekindi. Fidoyilar yaqin borgandan keyin ularning Ma Jo'yingning askarlari bo'lmasdan Qulbek degan qirg'izning kishilari ekanligi, to'galardagi qurollarni muhofazat qilib ketayotgan 10 necha fidoyiga qorong'uda ushtumtut hujum qilib, qurollarni tortib olishga uringanligini bildi. Helimu yaxshi, odam chiqim bo'lmagan banditlar fidoyilarning kelayotganligini tuyib qilib, to'gining ustidan tushirib olgan o'q sanduqlaridagi o'qlarni elishga ulgurolmay, sanduq bilanla ozgalga yo'shirgan edi. Bu qurollar jami 10 necha to'giga ortilgan 20 sanduq miltiq, bir sanduqda 6 taldan jami 120 tal, 30 sanduqqa yaqin o'q edi. Fidoyilar sanduqlarni ozganlardan tepib kelib, to'gilarga qaytadan ortib, atishqa qarab yo'l oldi. Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Shejong 1500 ga yaqin fidoyini boshlab, Uchturpandan Qaqshal yo'li bilan atishqa bordi. Atush xalqi fidoyilarni qizg'in qarshi oldi. Xo'janiyaz hoji Tijandagi Ahmad hoji Pakar ning uyiga, Mahmud Shejong Yaqub hoji Abduqodir hojining dadasi ning uyiga tushdi. Qashqardagi Savut Damulla va Yusufjonlar Xo'janiyaz hoji bilan ko'rishish uchun atayin atishqa kelgan bo'lsa-mu, lekin har ikki tarafning muomalasi qizg'in bo'lmadi. Suhbat ichkiriki uyda elib berilyotdi. Fidoyilar uyda nima parang bo'layotganligini to'liq bilmagan bo'lsa-mu, lekin Xo'janiyaz hojining ho'ylig'i chiqib, Qashqarga kirmasam kirmabdiman. Men tog'liq joylarda urush qilib o'rgangan, Atish tog'larida urush qilaverman deganini anglab, bu suhbatning o'zlarining Qashqarga kirish-kirmaslik masalasi ustida bo'layotganligini bildi. Aslida vakillar Xo'janiyaz hoji bu yerga kelishdan 2 oy burun, ya'ni Oqsudagi chog'da qurilgan atalmish Sharqiy Turkiston Istiqloliyat Jumhuriyatini Xo'janiyaz hojining e'tirof qilishi va rais bo'lib berishini uning Qashqarga kirishidagi oldingi shart qilgan edi. Ular bir necha soat suhbatlashgandan keyin qoldi so'zlarni Qashqarda deyishadigan bo'lib, Savut damolalar Qashqarga qaytib ketdi. Fidoyilar 2 kundan keyin Qashqarga boradigan bo'ldi. Atalmish Sharqiy Turkiston Istiqloliyat Jumhuriyati hukumati haqida Sayfiddin Azizi Ömür dastonining 1-qismida mundaq deb yozadi. 1931 yilidan 1933 yilining oxirigacha butun Şinjan xaritasidan qo'zg'alon o'ti tutashmagan birarmu viloyat topqili bo'lmaydi. Janubiy Şinjanda Korildan tortib Niyagacha qo'zg'alonchilarning qo'liga o'tgan edi. Lekin butun qo'zg'alonchilarni bir yerga jam qiladigan bir markaz yo'q edi. Majongning Janubiy Şinjanga oldin borgan chaparmini Mashimin qismiga tava Majansang, Xifutay qatorliqlar xalq qo'zg'alon ko'targanlar joyga beshini tiqib, aksiyatchi hokimiyatni yo'qotadiganligini, o'zlarining musulmon ekanligini va shu sababdan Uyg'urlarning qo'zg'alonini himoya qiladiganligini bildiradi. Qo'zg'alon g'alaba qilgandan keyin bo'lsa, kona hokimiyatning askarlarini o'ziga qo'shib, amaldorlarini muhofazat qilib saqlab, ichki tafriqchilik tug'diradi.
Ularning g'arazi Majungyingning arzusini ishga oshirish, Majungying kecha-kunduz qurishni tushaydigan musulmonlar hukumati uchun zamin hozirlash edi. Xotan qo'zg'olonchilari hukumat tashkillagan bo'lsa-mu, mazkur hukumat boshchilarida Majungyingninkidek musulmonlar hukumati qurish istagi yo'q edi. Mundaq istak bo'lgan edi-mu, uningga to'sqin bo'ladigan ikki kuch tangla mavjud edi. Ya'ni o'z oldiga hukumat tashkil qilishni maqsad qilgan Majungyingning Qashqardagi qismlari va manmanlik talashishdan boshqani o'ylamaydigan Tömür Şijang bilan Osman Ali Şijanglarning qismlari ularga ha-hu deyishib bermaydi. Keyinkilar Majungyingning g'arazi uchun to'salg'u bo'libla qolmay, Xotan hukumati uchunmi to'salg'u bo'ldi. Bulardan tashqari Qashqarda Sovet ittifoqidan qochib kelgan qirg'iz, o'zbeklarning qo'shinlarimi bor edi. Bu qo'shinlar patparaqchilikqa to'lgan bu yangi zaminda izbisib hayot kechirish zaruriyati bilan ba'zida xalq qo'zg'olonchilari tarafda turadi. Lekin ba'zida o'z manfaatini chiqish qilib, o'zaro yoki qo'zg'olonchi qo'shinlar aro tafriqchilik tug'diradi. 1933 yilning oxiriga yaqinlashganda Qashqarga hamma kuchlar jam bo'lishqa, Sharqiy Shinjongdan tartib Kucha, Aqsu, Xotan qo'zg'olonlarigacha Qashqarga eqishqa boshladi. Chunki Qashqar shu chog'da madaniyat, iqtisod, diniy markaz edi. Hamma siyosiy kuchlar Qashqarni egallab, mushu yerda o'z kelgusini belgilashga tirishadi. Dal yuqorqi sabab tufaylidan har xil siyosiy maslakka ega chet el organlari Qashqarga o'z odamlarini kirgizib, qo'zg'olonchilar qo'shuni ichidan o'zlariga yaqin kuchlarni tepishga yoki yetishtirishga kirishdi. Chet el organlari ichida Angliya bilan Sovet ittifoqining faoliyati xili jiddiy va aktiv edi. Mazkur ikki davlatning Qashqarda turishliq diplomatiya vakillari organi konsulxonasi bor edi. Bulardan tashqari 1931 yili elimizning sharqiy shimol 3 o'lkasini besib olgan Yaponiyami umumiy strategiya ehtiyoji uchun Shinjongga qiziqyotdi. Uning Qashqarni markaz qilgan Janubiy Shinjongdagi voqealarga ko'ngil bo'lmasligi mumkin emas edi. Uning islom allaridagi bo'libmi Turkiyadagi diplomatiya organlari Sovet O'rta Osiyo jumhuriyatlaridan qochib chiqqan bir qism kishilarni beqib samaratib, Sovet ittifoqiga ko'zir ko'rsatish bilan birga ularning Shinjongning masalasiga diqqat qilishini tavsiya qilishi ajablanarli emas. Shpion Da Shijungni Majungying qo'shinining shtabiga o'rlashtirganligi Yaponiya jahongirligining Majungyingdan foydalanib Shinjongda o'z ta'sirini kengaytirishga uringanligiga po'latdek paket. Uningdan boshqa til va etnik manba birligini chiqish qilib, boshlang'ich o'rta asrdagi buyuk turk imperatorligiga havas qiladigan pan-turkizmchilarmi Qashqarga yig'ilgan qo'zg'olonchi kuchlar ichidan ashundoq maslakning e'tiqodchilarini izlaydi yoki tarbiyalaydi. Mushundoq ideologiya orqa ko'rinishi orqasida Angliya jahongirlari qo'zg'olonchilar qo'shuni ichidan bir bo'lak boshchilarni patqoqqa so'rab kirdi. Angliya jahongirligi o'z suiqasida o'zining Hindistonni, hozirgi Pokiston 1948-yilgacha Hindiston bilan bir edi. Mustamlika qilganligidek reallikni asos qiladi. Bu mustamlikachi jahongirlik davlati Sovet O'rta Osiyo jumhuriyatlarida musulmonlar davlati qurishning planlag'uvchisi bo'libla qolmay, Shinjongdami musulmonlar davlati qurishning tashabbuschisi edi. Shundoq qilib, milodiya 1933-yili 11-oyning 12-kuni Qashqarda Sharqiy Turkiston Istiqloliyat Jumhuriyati qurilib, Ko'nchi mahallasining oldidagi maydonda bayroq chiqardi. Bu bayroq oq yulduzliq ko'k bayroq edi. Bayroq chiqarib, Jumhuriyat qurilganligini jakarlash cho'ng yig'inida hukumat ismligi asosiy qonun va davlat she'ri e'lon qilindi. Hukumat munu kishilardan tarkib topdi. Hukumat raisi Xo'janiyaz Hoji hukumat ismligi tuzilgandan keyin Sabit Damulla shu chog'da texi Aqsuda turgan Xo'janiyaz Hojining rais bo'lib berishini taklif qilib, Aqsuga vakil avatgan. Buning Xo'janiyaz Hojining obro'yi, ta'siri va qurolliq qo'shinlaridan foydalanishni maqsad qilgan urinish ekanligida shak yo'q. Xo'janiyaz Hoji rais bo'lishni rad qilgan,
Lekin Sabit Damulla çoğun yığında e'lon qilavergan. Bosh vakil Zongli Sabit Damulla, muavin bosh vakil muavin Zongli, Janobik Qazi Qirg'iz. Bu Sovet chegarasidan qochib o'tgan bosmachilar boshlig'i. Harbiy ma'muriy ishlar ministri O'razbek Qirg'iz. Arkani harbiy qo'mondan Mahmud Moiti. Ichki ishlar ministri Saidzoda Yunusbek. Tashqi ishlar ministri Qosimjon Hoji. Ma'rif ministri Abdukarimxon Maqsum. Adliya ministri Zerib Qari Hoji. Ziroat dehqonchilik ministri Obul Hasan Hoji. Maliya ministri Ilohunbay. Səhiyyə ministri Əbeydulla xan. Dövlət İşləri Baş katibi Ələm Axun. Yunusbek qo'shimcha Qashqar viloyatining valisi bo'ldi. Sharqiy Turkiston Istiqloliyat Cumhuriyeti degan bu narsa ashundoq shovshu alla cho'qonlar bilan maydonga kelib, g'uvg'asi olamni bir olgan bo'lsa-mu, umrining qisqaligini demayla turayli. Hech qanday bir sohada hech bir ishni vujudga chiqara olmadi. Eng avval uning hukumat tarkibi murakkab, chechilang'u edi. Apala-shapala qurashtirilgan bu hukumatning raisi Zongtung'i, Xo'janiyaz Hoji, harbiy qo'mondoni Mahmud Moiti, harbiy ma'muriy ishlar ministri O'razbeklar texi Oqsudan kelmagan. Hatto ular bu hukumatni e'tirofmi qilmagan. O'zlarining rais, qo'mondonlik vazifalarini rad qilgan edi. Vazifani qabul qilgan ministerlarmi asosan degudek feodal pomishchiklar yoki diniy sohadagi yuqori qatlam kishilari bo'lib, yuqorqi ikki xil qatlam zich birikkan hokimiyat bo'lgan edi. Ularning bayonoti va nizomnomasidan qaraganda, ular musulmonlarning manfaatini qo'g'daymiz deydi. Amaliyotda pomishchiklar bilan diniy yuqori tabaqaning manfaatini qo'g'daydi. Demak, Xo'janiyaz Hoji Mahmud Shijonglar dal mushundoq murakkab vaziyat ostida Qashqarga qarab atlandi. Yo'lga chiqish oldida Mahmud Shijong fidoyilarga Qashqarda ahvol nihoyatda murakkab va chigish, ba'zilarning payli yomon. Hushyor bo'linglar. Hoji akini obdan muhofazat qilinglar. Qashqarga borgandan keyin tushgan o'rindan yiroq ketmanglar. Qo'l ostinglardagi askarlar ruxsatsiz sirtqa chiqib chechilib ketmasin. Har qanday ishga taqobil turishga tayyor turinglar. Qo'linglardagi qurollardan bir qadammi ayrilmanglar, deb qattiq jikilidi. Fidoyilar Qashqarga kirgucha Qashqar xalqi hamma yerda degudek charchang qilib, fidoyilarni qizg'in qarshi oldi. Fidoyilar to'shuk darvozasidan o'tib, shahar ichiga kirganida shahardagi har soha xalqi, o'quvchilar, fidoyi askarlar, harbiy va mulkiy amaldorlar, idora xizmatchilari cho'ng yo'lning ikki qasniqida qator tizilib turib, daqa dumboq bilan ularni qizg'in qarshi oldi. Lekin Qashqarning vaziyati Mahmud Shijong aytgandek intayin murakkab bo'lib, u yerda har xil harbiy kuchlar va bu harbiy kuchlarning orasiga kirib olgan chet el shpionlaridan boshqa o'z vaqtidagi Sovet ittifoqiga va sotsializmga qarshi chiqib, Jungoga qochib kelib olgan va keyin Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti tarkibiga kirib qo'mondon bo'lib olganlar, ilgari Temur Shijongga sodiq bo'lib, keyin Xo'janiyaz Hoji va Mahmud Shijonglar tarafga qo'shilgan Hafiz Luyjong, Hamdambek Hoji Luyjong, Amudxon Luyjongga o'xshash qo'mondonlarmi bor edi. Osman bo'lsa bu chog'da Yakanda nazarband ostida edi. Qashqardagi harbiy kuchlar garchi Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetiga itoat qilib, Yangishahdagi Majansani muasirga ilishqa qatnashgan bo'lsa-mu, lekin ular o'z oldiga harakat qiladi. Bu harbiy kuchlarga bir tutash harbiy qo'mondonlik yo'q edi. Birlikka kelgan harbiy intizomdan hargiz eg'iz ochqili bo'lmaydi. Shunga bu qismlar o'zaro moslasholmaydi. Urush vaqtida fidoyi askarlar xolisa miltiqlaridan o'q chiqarib, xolimsa safdan ayrilib, o'zi bilgan yerga ketaveradi. Qisqasi, boshboshdoqlik, qalaymaqonchilik hukm surgan, har kim o'ziga beg, o'ziga xon bo'lib olgan, har kim o'z kuchini xo'ratmaslikning ko'yida edi. Qashqarda bu ahvol bir qancha oy davomlashqachqa, Yangishaharni qurshab Majansonga zarba berish urushi g'alaba qilolmay turaverdi. Xo'janiyaz Hoji Qashqarga Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilib, 2 oydan keyin
ya'ni 1934 yili 1-ayning 13-kuni bordi. Fidoyilar qarshi ilishga chiqqan o'quvchilarning o'qigan g'azallarini zodila tushunolmadi, lekin ular Sürbizi Altayları, Turpanları, Sürbizi Tarğaları, insonlari deb o'qiganda fidoyilar bu so'zlarning ma'nosini boshqalardan so'rab, bu g'azalning turkcha g'azal ekanligini, ma'nosi bizning aslimiz Altay va Turpandan, biz tarixdan tortib inson bo'lishga haqliqmiz degandan iborat ekanligini bilib oldi. Bu chog'da Qashqarda Turkiyadan kelgan yoki Turkiyada o'qib kelgan o'qituvchilar bo'lib, ular o'quvchilarga turkcha g'azal o'rgatgan edi. Fidoyilarni qarshi olg'ili chiqqan askarlarning g'azallaridanmi inglizlar Batur ulachaq, aeroplanlari egiz uchachoq degan jumlalarni bilgili bo'ladi. Fidoyilar Qashqar koni shaharga kirib, Dotay Yamulga, hozirgi valiy mahkamasining o'rnida tushdi. Mahmud Shijong Qashqarga kelib 3-kuni Yenishaharni muasiriga elish vazifasi bilan chiqib ketdi. Mahmud Mo'yti Xo'janiyaz hojiga qattiq hurmat qiladi. Uni har doim asraydi. Xo'janiyaz hojimi Mahmud Mo'ytiga ishonadi. Shunga u Yenishaharga minish oldida vali Yunus Beyni chaqirtib uningga: "Men sizga takror aytaman, mening so'zimni unutib qolmang. Har vaqt hoji akamning, Xo'janiyaz hojining yenidan yiroq ketmang. Bo'libmi Qashqardagi mashhur zotlar va chet elliklar bilan ko'rishganda siz billa bo'ling. Hoji akam qo'rsqida gap yetmaydigan odam, gapni udul qilaveradi. Agitma gaplar bilan xo'shi yo'q. Ba'zilar gapni xato tushunib qilib, orada ko'ngil og'riqi paydo bo'lib qolmasin. Hoji akamning so'zini boshqalarni xato tushunib qolmaslik uchun lozim bo'lgan yerda qo'shimcha qilib qo'yarsiz. Biz iloji bor ittifoq bo'lib, ko'z oldimizga dushmanni majinsoni tezdan tarmar qilayli. Keyingi ishlarni vaqtida ko'rarmiz. Yana jeklaydig'ini hoji akamni muhofazat qilishga bevosita mas'ul bo'ling, deb topaladi. Darvaqa Xo'janiyaz hoji Qashqar koni shaharda turgan mezgilida uning bilan ko'rishishni talab qilg'uvchilar nihoyatda ko'p bo'ldi. Bir qancha kungacha ularning oyog'i uzilmadi. Ularning orasida shaharning har soha kishilaridan boshqa chet mamlakatlarning diplomatiya amaldorlarimi bor edi. Mahmud Shijong Yenishaharga yetib borg'ucha, Yenishaharga oldin borgan harbiy kuchlar urushda olg'a besishgimi, orqaga chekinishgimi foydali sharoiti yaxshi yerlarni tanlab o'rinlashib bo'lgan bo'lib, faqat odam o'rinlashmagan barin taraflar mudofaalanishgimi va olg'a besishgimi apsiz joy bo'lg'achqa, u yerga hech kim bormagan edi. Uning ustiga Majansaning asosiy kuchimi shu yerga joylashgan edi. Fidoyilar barin tarafga berib o'rinlashibla dushmanga hujum boshladi. Dushman ha degandila qaytarma hujum qilib, fidoyilarni orqaga chekindirdi. Jangda fidoyilar bir oz chiqim tortdi. Hatto Majansang Cho'loq Zixuyning askarlari yarim kechida fidoyilarning oldingi saf postlarini tutib olib, ularning beshini kesib, miltiq va qo'l bombalarini tortib oldi. Ertasi dushman okobida bomba partlagan ovoz anglandi. Keyin ma'lum bo'lishicha, ular fidoyilardan ilib olgan Sovet ittifoqining qo'l bombasini etishni bilmay, u yoq bu yoqini burab o'ltirganida bomba to'satdan portlab ketib, ularning 5 odami o'lgan ekan. Fidoyilar dushman bilan 3 kun jang qilgandan keyin qadammu qadam olg'a besib, Majansaning sepil teshidagi askarlarini surib, sepil ichiga kirgizib o'tib, sepil tuviga yetib bordi. Dushmanmu asosiy kuchini sepil tuviga to'plab, fidoyilarga hujum qildi. Shundoq bo'lsa-mu, Mahmud Shijong Yenishaharni qorshab turgan harbiy kuchlarga kechida birla vaqtda hamma birdak hujum qilish to'g'risida uqtirish qildi va yarim kecha bo'lganda fidoyilarga sepilga chiqishga buyruq qildi. Fidoyilar shota qo'yib sepilga chiqayotganda xandakdan o'tishga qo'ygan shota sunib ketib, bir qancha fidoyi xandakka tushib ketdi. Buni dushmanlar sizib qilib, sepilga chiqish ishi amalga oshmadi. Fidoyilar ondan Nachuq darvozasida urushni davomlashtirdi. Lekin shahar atrofining boshqa taraflariga o'rlashgan har qaysi guruh fidoyilari hujumga moslashib bermasdan chetda qarab turdi. Shundoq qilib, oradan 20 necha kun o'tib ketdi.
Bu urush 27 kunlik barin so'qishi deb ataldi. Gerçi birlik bo'lmasimi, Mahmud Moiti fidoyilarining jon tikib urushishi natijasida sepil ichidagi majansan qismlari ochliq va boshqa jihatlardan qatma-qat qiyinchiliklarga uchrab taslim bo'lish girdobiga berib qoldi. Lekin kutmagan yerdan dal shu kunlarda Majuyingning Ma Fuyuan boshchiligidagi ikki tuvan otliq askarining Oqsudan Qashqarga qarab yo'lga chiqqanligi to'g'riliq xabar keldi. Xo'ja Niyoz hoji Majuying askarlarining Fayzobodga kelib qolganligidan xabar tepib, ularni to'sish uchun bir necha yuz odam bilan Yamanyar degan yerga ketdi. Ular bu yerda Majuying askarlarini to'sib urush qilgan bo'lsa-mu, Xo'ja Niyoz hojining kuchi ojiz kelib qilib, Qashqar Ko'ni shaharga chekindi. Shu kuni kechida Xo'ja Niyoz hoji Mahmud Shijoni ahvoldan xabardor qilib, uning Ko'ni shaharga qaytib kelishiga buyruq berdi. Mahmud Shijong fidoyi askarlarini boshlab shu kuni kechidala Ko'ni shaharga qaytib keldi. Majuying askarlari Qashqar Ko'ni shaharga kelibla Majansang askarlari bilan qo'shilib ketdi. Shahar ichi patparaq bo'lib, bir qism fuqarolar shahardan yezilarga chiqib ketdi. Savut domilining harbiy va mulkiy amaldorlarimi shaharni tashlab har yerlarga petirab ketdi. Xo'ja Niyoz hojimu shu kuni yarim kechida Qashqar shahrini tashlab To'qizoq va Bo'riqtoy, hozirgi Buloqsuv orqali Yengsarga yurib ketdi. Davomi bor.